Samarqand viloyati Narpay tumanida yangi bir boksli samomoyka apparatini o'rnatib berdik akamizga. Tak, hozir ishlash jarayonlari va qanaqa qo'yilgan elementlar haqida ma'lumotlar beramiz. Bu bizning pult upravleniya. Klient kelib 10 ming tashlasa, 11 ming ko'rinadi. Ya'ni 10% bonusni yoqdik. Qachonki 5 mingdan yuqori pul tashlagan odamlarga bonus beriladi. 1000 so'm, 2000 so'mga bonus bermadik. Akani moyka egasi, ya'ni akamizning ixtiyorlariga binoan 5 mingdan yuqorisiga bonus berdirildi. Tak, pult upravleniyamizga e'tibor bering har doimgidek. Raptor R7 va NV10 pul priopryomligi. NV10 bilasiz, pulni chaynamaydi, zo'r qabul qiladi, muammosiz qabul qiladi. Ichki shumaizolyatsiya, atrofi germetika, suvdan, namdan asraydi. Shunday nerjavika, yuzi esa shishadan iborat bo'lgan pult upravleniya. Pistoletlarimizga e'tibor bering. Pistoletlarimiz Emzator, yangi avlod, yumshoq pistoletlar. Uchidagi porsinkal esa Tekomik originali. Tak. Pistolet держателlarimizga e'tibor bering. Halqasi yumshoq, akkuratni. Naryoqda esa bizning polik держателlarimiz bor. Mo'ysanpron polik держателlar ko'rib turibsiz. Naryoqda ham Emzator pistoletlardan iborat. Tepada esa original konsollarimizni jihozlab qo'yganmiz. Bu bizning texpa mishina xonamiz. Texpa mishina e'tibor bering, bir boks qanaqa ajoyib turibdi. Tak, xullas, Area pompa Italiya, vertuvchi bypass, total stop, switchlik. Total stop bilasiz, pistolet qo'yaversa, motor pompani o'chirib beradi, 3 faza tokni ekonom qilib beradi. Yonda Himelan joylashtirganmiz, Himelan akkuratni elektr shitchaga joylashtirganmiz. Tak, mana shunaqa bo'lgan. Bu yerda ham har doimgidek ko'ryapsiz, zimniy klapan qo'yganmiz suvni chiqarish uchun. Tak, mana bu yerda teparoqda atstoynik filtrcha qo'yganmiz, krayni qo'yganmiz va mana yerda glavni krayni qo'yganmiz va bir tonnalik tepada bochkadan suv tortib olyapti. Elektr shiti esa mana bunaqa joylashib turibdi. Podstavkachilar qarang, qanaqa akkuratni bo'lib turibdi. Aqlli nasos, ya'ni press kontrol nasosini bu yerga qo'yib qo'yganmiz. Press kontrol nasos vazifasi tepaga suvni tashlab beradi va poplovik qachon to'lsa, poplovik o'chiradi va press kontrol ham shu bilan birgalikda o'chadi. Ya'ni inson resursi aralashmaydi bu yerga. Ximiyani chiqishini tomosha qiling. Voy, bu ko'ryapsizmi? Mo'ysanpron aktivniy ximiyasi. Kira olishini ham ko'rasiz. Endi ko'pirdik. Aktivniy ximiya. Mo'ysanpron doim sifatli penallarni aktivniy ximiyadan ishlatadi. Va o'zini klientlarga ham shuni tavsiya qiladi. Ali Xulazamov katta sahnada. Pistoletni qarang, pistoletni. Azjon aka, mana bugun bir boksli samomoyka apparatini o'rnatib berdik. Xudo xolasa hamma qismlari ishladi. Xudo xolasa muammo bo'lgani yo'q. Sizga apparatlarimiz yoqdimi akajon? Yoqdimi? Mo'ysanpron jamoasiga fikrlaringizni ayting akajon. Gap bo'lshingiz, Mo'ysanpron legenda. Gap yo'q aka. Baraka toping. Xayrli, barakali bo'lsin akajon. Buning orqasidan qo'shimcha mo'ykalar ham qilib tashlang akajon. Rahmat, sizlar ham mehnatlaringizga rozi bo'ling. Rahmat, xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling aka.